Emsi başlayalım. Ma bugünkü videonun birinci ikinci sualını aldığınki sualniki, aldığınki videonunki içindeki bir iki sualını kayıt koşup koydum çünkü bu hakikaten mühim diyor. Sağlıklı saqlaş merkezi yeni sağlık ocağı ki aile doktora kandak tizimtimiz, kandak amlaştırmamız. Ben aldığım videoda kandak amlaştırmamızın dep lam izittim. Kandak tizimtişini yazmap diken ben. Emniyette amlaştırış bilen tizimtişkiz okşaşçı. Emniye bir kayıt bir dep ötey. İştiklam. Üç xil usulda nim qilamiz, tizimtimiz doktorgacha. Birincisine ait asan bir usul maş telefonda lam Enabız dep bir sistem ba, app ba. Türkiye Siyasi Sağlık Ministerligi şu nim qilgan. İşlep taqatqan yaxsız bir app. Şu arqılıq özünüzдің aile sağlık doktorunuzni, aile doktorunuzni bekitələysiz, amlaşdıralaysiz. Yine özünü burun tekşürügen, arkaysı tekşür, kan tekşürüş, rentgen, kiçik tərə tekşürüş, həmmini körələysiz, qaysı doktorxan berip qana tekşürüşlərini qıldığınız aşlarını körələysiz. Bəziləri sal adiyrak çıqıdı, amma bizə kerekli bolğan ait köp qismi çıqıdı. Onu çürüp işletişin ünvasına bek yaxşı oldu. Ben onun bir video tatımızda fakat vaqt çıqırıp bulamay qolduk, amma yaqinqi vaqtlarda tatmaqçı onu. Tatip çıqırıp qandaq körüş, içində nim nəsələn bilgi boldu ulan. Təfsili bir video şəkildə qılmaqçı. Amma çoxum baş eyna bizə çürüp işletişini tavsiye qılma. Onu işletiş üçün e-devlet şifresi lazım olub qaldı. Qayandaşlarning e-devlet şifresini chiqarib, ashunga chiqarib qo'yishni umid qilma. Chiqyalada ishiltamasin, faqat bu sog'liq ishlam emas. Eyna bizde qısınız, sağlık ocağı doktorunuz bekitələysiz. Bək asan tanlaşçı, hətta ki, məni palani bölgenin, palani doktor dep aşağı hətta tizimlik emiz eniq çıqıdı. Məsələn, siz Küçükçekmece tursiz, ya mesela başqa şəhər tursiz, mesela Ankara, ya mesela Kayseri, nerede tursanız, şu app bilan qılalaysiz. Eğer şu günü bekitseniz, mesela hazır bekitiniz, şu günü keç saat 12'de resmileşiyor. Endi ay beşida ay axir bo'lib qolsa sal turaqsizlik bo'lib qoldi ekan, ammo uni aytib bir oson bir appchi, uni tavsiya qilman. Lekin bekitgandan keyin yana telefon almashtiray deb o'ylaysangiz, masalan, u doktor dedim men ancha toz yaxshi ko'rmadim, yaxshi paranochamlik, yo bo'lmasa boshqa bir shaharga ketib qolgan bo'ldim, Anqaraga ko'chib keldim, yo bo'lmasa boshqa shaharga ko'chib keldim. Mush atrofimdagi bir doktorni tanlay deb o'ylasangiz, shu turgan yerdagi doktorunuzni agar mana shu hafta 10 kun ichida appning ichida qilgan bo'lsangiz, u appda 3 oydan keyin aniq qila olasiz. Uni o chaqda agar yaxshi zamonda almashtirib desangiz, yoki siz turish rayonidagi sog'liq ocağı, siz umid qilgan sog'liq ocağidagi doktor bilan ko'rishib, meni o'zingizdan app qo'y deysiz, yoki bo'lmasa shu rayondagi ilçe sağlık müdürlüğü var. Her bir çoğunluk rayonun birden ilçe sağlık müdürlüğü var. Aşağıya berip iltimas kılısınız. Həməsini bir qoşub bilan dəvət qapdım mən. Amlaşdırışını dəvət qapdım mən. Birincisi app bilan bekitisiz dedim. İkincisi ananiki şu sizga yaqin bo'lgan, siz umid qilgan sog'liq ocağıga berib doktor bilan ko'rishib, men sizning nomingizga o'tkin batdi, sen meni oila doktorim bo'lgan desangiz, o doktor qilib qo'ydi. Agar 4000 yillik bemor toshmagan bo'lsa, o doktor o'zining nomini olib qo'ydi. Agar uni toshgan bo'lsa, uni yanındagi doktor qilasiz. Agar sizga yaqin bo'lsa-chi. Chunki ba'zida bek jirahiya berib kasal ko'rsatish ancha yaxshi emas. Ham shu rayonda bo'lsangiz, u rayonga ma'lum bir muqim bir doktor sizniki mana shu nima sizni bir takip qilib tura olsa, kuzatib bilan tura olsa, masalan 3 oy, 5 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil badningiz nimalar bo'lyotdi, qanday qaysi vaqtlar kasal bo'ldingiz, nima dorilarni ishlatyapsiz. Ash bir doktorga tunishib ketib qolasiz-ku, shu asta-asta sog'liq ocağı doktori bilan. An ishdan kirgan bolam sizning nima burun nima bog'lig'ini hatto unim aniq bilalaydi-ku. Bu ikinci usul. Üçüncü usul telefonda qilganimiz kelmedi, o doktor bilan ko'rishganimiz kelmedi. Üçüncü bir xil usul bor, masalan, bak ibtidoiy usul bizning yangi Turkiyaga kelgan vaqtimizda qilgan usulda, shu rayondagi ilçe sog'liq müdürlügiga berib tizim tutdik. O'chaqda bir varaq. Hozir mashta qil bo'ldi endi-ku, lekin jiq ishlarni qilmaydi dedi. Hozir telefonda qildi, ya biz doktor bilan urul ko'rishib qildirdi. Üçüncü usul şu ilçe sağlık müdürlüğü berip aşağı tizimdiğen bir forum var. Şunu toldurursunuz. Aşağıdaki kişiler bersiz, ola tizimdip koydu. Lekin bağın çağı çok mu resimle bilişiniz gerek. Resim gerek olur değil mi? Burun gerek buldu. Azim gerek o değil mi? Amlaştırış için mi? Mesela sizin benim namımda. Lekin yan taraf doktorun ötkünüz geldi. O yan taraf doktor kırplan deseniz, o doktor iltimas koydu. Bu ikinci amlaştırış usulü. Üçüncü amlaştırış usulü yine ilçe sağlık müdürü berip amlaştırsın buldu. Lekin amlaştırış için meyli tizimtiş için yalnız amlaştırış için emesiga şu inovatga iqomat lazım bunu. Vaqt o'tgan bo'lsa meyli, lekin iqomat bo'lishi kerak. Iqomat numeri, iqomatning kartasi lazım-ku. Endi ikkinchi savolim oldingi videoda biraz deb o'tgansal
qisqartirim deb hisoblayman, uni o'ylab baxsam. Sal tafsilroq bo'lgan yaxshi, chunki ba'zi qarindoshlarning pasporti yo'q, iqomati yo'q. Pasport, iqomat bo'lmasa saqlash markazida tekshirish qilib bo'lmamdi. Qanday qilish kerak, nima berib badan tekshirish kerak. O chog'da har bir bo'libmi Istanbulniki cho'ngroq rayonlarida, har bir cho'ng rayonda birdan shu göçmenlar saqlash markazi bor. Ya'ni göçmenlar sog'liq o'chog'i deb qo'ysin bo'ldi. Bu yerga mana shu iqomat yo'q, pasport yo'qlar berib tekshirish qila oladi. Chunki normal mahalla sog'liq o'chog'i borsangiz, u yerda masalan siz qon tekshirmoqchi bo'lsangiz, cho'qim sistem kirgizish kerak. Iqomatingiz bo'lmay qolsa, tizim qilib bo'lmaydi emasmi? Shunga shu agar ikkisi bo'lmasa, göçmenlar sog'liq o'chog'i berib, asha tekshirish qilsa bo'ldi. Ashadagi u yerniki moyitimi shu sog'liq o'chog'i o'xshash, faqatlanma pasport yo'q, iqomat yo'q kishilar uchun ta'sis qilingan yer. Boshqa shaharlarning bormi yo'qmi tozini uqmayotganman, ammo Istanbulniki bor. Zaytunburni bor, Küçükçekmece'de bor, Avcılardan bor deb anladim, boshqalardan bor. Boshqa shaharlarnikida turib qolsangiz, agar iqomat pasportingiz bo'lmay qolsa, mencha bo'lsa shu yerniki, shu rayonniki ilcha sog'liq mudirligiga berib so'rab baxsangiz eng yaxshi bo'ldi. Sizga yo'l ko'rsatadi-ku. Hargiz yaxsini yo'qki, hargiz tekshirmaymiz deyamaydi bu sog'liqni saqlash ishlarida. Chunki hargiz voy men tekshirmaydi ekan. Balkim azroq paranglashar balkim siz bilan-chu. Bekliqi ilgilenme deb qo'ymiz hamda. Bekliqi sizning ahvolingizni nerdan nergacha tangdiliqi hamnasi aniq so'ramaslik mumkin. Ammo sizni yo'q men davolmayman, yo'q bu yerdan chiqib ket deb deyamaydi. Hech bo'lmasa bir yo'lni ko'rsatadi sizga-chu. Bu jihatdan hargiz ansirmang.